Farhod aka, savol muxlislardan kelyapti. Isroilning Eronga kuchi yetmasligi ma'lum bo'lib qoldimi? Ya o'zi urush holatida Isroil bilan Eron teng kela olmasdi. Ha, texnologik juda yuqori. Lekin urush degani bu quruqlikdagi urush nazarda tutiladi-da. Ya'ni armiyalarning to'qnash kelishi. Armiyalarning to'qnashi. Eronda 92 million aholi yashaydi. 10 barobar kam Isroilda. Ya'ni bu yerda quruqlikdagi to'g'ridan-to'g'ri urush bu imkonsiz Isroil uchun ham, hatto shu texnologiyalar bilan ham. Lekin texnologik imkoniyatlari juda yuqori ko'rinib qoldi-da. Uning razvedka xizmati, uning axborot bilan ishlashi, uning o'sha koordinatorlarga aniq zarba bera oladigan qurollari borligi, hattoki o'sha ko'p qavatli uyni xonasigacha o'rayapti-da, xonasigacha, hatto qavat emas, xonasigacha o'rayapti. Bu texnologiyalar o'ta yuqori va juda ham kuchli ekanligi ma'lum. Bu to'g'ridan-to'g'ri urushni anglatmaydi-da. Urush bo'lishi uchun birinchi navbatda har safar gapiramiz-ku, u yerda hudud bor. Hududlarni kesib o'tib urush boshlanganda ham Eronni u 9 million aholisi bilan hech narsa qila olmaydi. 92 million hattoki. U 10% ni safarbar etsa ham Eron 9 million bo'ladi degani. Ha, Isroil 50% ni safarbar qilganda ham 4.5 million askar bo'ladi. Imkoniyati yo'q uni, chunki u yosh bolalar ham safarbar bo'lish kerak. Xuddi Gitler Jugend unaqani tashkil qilishgan-ku, armiya. Nima derdi Ali? Yosh bolalar armiyasi. Yosh bolalarni armiyasini tashkil qilgan-ku, shunga o'xshagan. Uni imkoniyati yo'q-da. U nari beri borsa, xo'p 2 million 3 million armiyasi shakllanadi. Xo'p, nima deydi, buyurtmaga ishlaydigan guruhlarni ham tashkil qilganda ham uncha chiqmaydi baribir. Ya'ni quruqlikdagi urush variant emas. Lekin Isroil har doim AQShning yordamiga tayanganda. Arab davlatlari bilan 6 kunlik urushda ham, boshqa urushlarda ham oxiri kelib AQSh nuqta qo'ygan har doim. Shuni unutmasligimiz kerak-da. Shu uchun ya'ni Isroilning umidi AQShdan edi demoqchimiz Farhod? Ha, albatta, AQShning qo'li. U nimaga harakat qildi shuncha narsani? U AQShning qo'li bilan mag'lub etishiga, oxirigacha olib borishga. Lekin shu joyda maqsadiga erisha olmay qoldi. Shuning uchun hali urush borasida to'liq xulosalar qilishga vaqtli-da. Farhod aka, o'zi AQShga ishonib urush boshlaganlar hech biri o'zi baxtga erishmayapti-da o'zi. Unday olib qarasa, doim o'zgaruvchan pozitsiyaga ega. Masalan, Ukraina ham AQShga ishonib hozir nima holatda qolyapti? Biz albatta Ukrainaning mardonavor o'z yurtini himoya qilayotganini olqishlaymiz. Lekin boshda berilgan va'dalar, boshda berilgan narsalar yo'q. Va hattoki Ukrainaga ajratilgan dronlarga qarshi kurash tizimlari ham olib chiqib ketilibdi. Ya'ni Ukrainani Rossiya oldida yalang'ochlab qo'yilyapti hozir. Bir narsani bilaylik. AQSh doim o'zining birinchi milliy manfaatlarini qo'yadi. Hech qaysi davlat uchun kafolat bermaydi. Bu doim shunaqa bo'lgan bu. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Tayvan ham qo'rqish kerakmi endi Farhod aka? Tayvan ham qo'rqish kerak. Hozir Tayvan nima uchun? Mikrochiplar uchun Tayvan u. AQShning o'zida agar bu rivojlanib ketsa, mikrochiplarni yo'lga qo'ya olsa, endi buni Mask haydab borishda, Mask shuni qilmoqchi edi. Xo'p, boshqasi kelib shuni qila olsa va to'liq o'zida o'sha alternativlarni, Tayvanda keladigan chiplarni yarata olsa, o'sha narxi, o'sha qiymatda Tayvanning qiymati tushib ketadi. Va agar Xitoy bilan boshqa borada kelisha olsa, Tayvanni ham endi o'zlari sekin muammolar hal qilib chiqib ketish ehtimoli juda katta-da. Buni bilish kerak. Masalan, Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya urushida ham ayni qizg'in paytda AQSh qo'shinlarini pastga janubga olib ketgan. Bo'lgan bu holatlar. Ya'ni Xitoy bilan, SSR bilan kelishuv ko'p narsani hal qilib qo'ygan. Shuni ham dunyoda katta-katta davlatlarning o'rtasiga tushib qolishdan asrasin-da. U tomon ham, bu tomon ham o'zining manfaati to'g'ri kelganda sen chetda turib deb vaziyatni boshqa tomonga urib ketishlari mumkin. Asad ham ishonib oxiri yo'q qoldi mana. Shunaqa bo'ladi-da o'zi, kimgadir ishonsa. Ya'ni kimgadir ishonganlar hammasi mag'lub bo'ladi. Ha, o'zbek tilida qo'pol bo'lsa ham maqol bor-ku. Bir narsaga ishonib, bir narsasi ishonib. U xuddi shunday-da siyosat. Jahon siyosati shunday bo'lgan, shunday bo'lib keladi. Rahmat Farhod aka. Demak, soat 9dan oshdi, qancha vaqtimiz bor? Men ish vaqtim ham, lekin keling yana bir 5 daqiqa, chunki bir tahlilchilarning fikri chiqib qoldi Farhod aka. Balki barini ketma-ket o'qib ketarman. 3 ta fikr aytishyapti. AQSh Isroildan uzoqlashmoqda. Keyingisi, AQSh Isroil tomonida turishni xohlamayapti. Alohida maqola chiqyapti. 3-inchisi, Netanyaxuni yangi muammolar kutmoqda. AQSh deganda biz ko'proq Trampni aytganimiz to'g'ri bo'lardi. Ya'ni AQShning butun institutlari, u yerdagi shu paytgacha Isroilni qo'llab kelgan kuchlar haqida emas bu gap. Bu gap ko'proq Trampga tegishli.
Trampni majbur qilishdi mana, xo'p, mana ko'ngillarning joyiga tushdimi, mana hujum qildim, men endi chiqaman dedi. Ya'ni Tramp har doim urushlardan chiqishga harakat qilyapti. Chunki u ortiqcha pul rasxod qilishni, xarajat qilishni yomon ko'radi. Hozir misol uchun o'sha Eronga qilingan harbiy hujumlar ham bir necha $100 million ga teng bo'ldi-da. Ya'ni u ham xarajatda, u xarajatda bunday biznesmen odamlar yomon ko'radi, ya'ni keraksiz xarajatlar. Va bu Trampga ko'proq tegishli, AQShga emas. Lekin umuman olganda hali masala jiddiy va Isroilga bo'ladigan, Netanyahuga emas, Isroilga bo'ladigan katta xavflarni baribir AQSh aralashib hal qilishga majbur. U shundoq bo'lgan, shundoq bo'lib keladi ham. Bu Trampga ham bog'liq emas, Netanyahuga ham bog'liq emas. Bu yerda faqat taktik vaziyatlar o'zgarishi mumkin va bu Eron-Isroil mojarosi hali davom etadi, ming afsuski. Bu mana kecha tugadi, bugun ertalab saharda tugadi degani emas hali bu. Muammolar hal bo'lgani yo'q chunki. Shuning uchun Isroil AQShni juda noqulay vaziyatlarga solib qo'yapti-da. Bo'lib ham Tramp bu yerda chiqib bo'ldi, biz urushlardan chiqamiz, biz Nobel mukofotini olamiz deb turgan paytda uni urushga tortyapti-da. Shuning uchun ham o'ylaymanki, mana AQSh o'zi misol uchun ham yutqizdi masalan shu yerda. Birjalardagi narxlar o'ynab ketdi, AQSh dollarining qiymati tushib ketdi, AQShning aksiyalari tushib ketdi. Mana shu 10 kun davomida AQSh bir necha milliard bo'lmasa agar zarar ko'rdi-da. Ya'ni bu urushlar faqat AQSh iqtisodiyotiga zarar. Shuning uchun ham AQSh bunday vaziyatda Netanyahuning bunday siyosatiga oxiri bo'ldi deb yuborishi mumkin. Isroilga emas degan aytib qo'yay. Buni meni fikrim shunday. Ya'ni hammaning fikri shunaqa bo'lsa kerak. Isroil hech qachon tashlab qo'ymaydi AQSh. Lekin Netanyahu marasida umuman olganda tashlab qo'yadi. Sen hamma gapingni qildik mana. Uni desang, uni qildik, buni deding, buni qilib berdik. Oxiri mana hammasini birorta aytgan loyihang oxir muvaffaqiyat bilan tugamadi. G'azoni ham mana hamma yon dabdalasini chiqardik, bir tayinli ish qilganimiz yo'q. U yerda o'zimizcha oaziz qilamiz, katta bir turizm markazi qilamiz. U ham bo'lmadi mana. Eron bilan mana bunaqa vaziyatdasan, mana Suriya bilan bunaqa vaziyatdasan, bo'ldi endi degan nuqta ham bo'lib qolishi mumkin Netanyahuga. Bu fikrlarning asosida mantig'i va sabablari bor albatta. Mana endi Netanyahuni muammolar kutyapti deganda Farhod aka, bu o'sha Netanyahuni Isroil ichidagi unga nisbatan ochilgan jinoiy shunday, u jinoyat ishi yopilmagan hali va mana siyosiy umrini cho'zaytira oldim. 12 kunga yana cho'zildi. Bu urush ham tugasa, Netanyahu nima bilan asoslaydi endi uni? Odam qo'rqyapti-da Farhod aka, chunki u nima boshlashi mumkin yana degan. Ha, endi u hamma narsaga vabankka boraveradi. Masalan, mana Livanni bilan urushi bo'ldi, Suriya bilan urushi bo'ldi, Eron bilan urushi bo'ldi. Endi Amerikasiz urusha olmasligi ma'lum bo'lib qoldi. Iordaniya bilan urushmasa kerak, u yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasi bor. Hozir yana G'azoga urg'u berishga harakat qiladi, hammasini yo'q qilaman. Mana Eron qo'shilmaydigan bo'ldi, Eron tiydik, endi hammasi yana bir ikki vaqt cho'zishi mumkin. Endi o'zi qurol berar kim bilmayman endi uni. Lekin narigi guruhlarga qurol taqdi. Xullas vaziyatni cho'zish uchun harakat qilishga nima deydi, urinib ko'radi har qalay. Lekin umuman olganda ko'p qolmadi. Yo'q, unda ko'p qolmadi, chunki nima sabab qolyapti? Netanyahuning siyosiy umri faqat urushlar bilan bog'liq. Urush bo'lsa u bor, urushi yo'q, u yo'q bo'lib qoldi-da. Uni Isroil aholisi ham shuni bo'ldi. Va shunga olib kelishdi. Mana qarang, xavfsizlik vaziri bilan razvedka vazirligi Mossad raislari, rahbarlari bir-biri bilan ko'chada urushib o'tiribdi-da. Bu muhit yaxshi emasligidan anglatadi. Mana shu real voqeami? Qandaydir men juda ko'p manbalardan tekshirishga harakat qilyapman. Bir tomonlama chiqib kelyapti. Keyin buni biz tasavvur qilishimiz qiyin. Ya'ni ko'chada Isroil razvedkasining rahbari va Isroil xavfsizlik vazirining urushishi. Bu bir-biridan qanday xabar bo'lishi mumkin emas. Endi Farhod aka. Endi bu nimadan davlat beradi? Mayli u nima deydi, bahsda yoki konfliktda predmet qiziq emas. Asosiysi bir-biri bilan yaxshi munosabatda emas. Masalan, Bengvir bilan, Bengvirni ham yoki boshqalarni ham munosabatlar yaxshi emasligini ko'rdik. Masalan, bir necha harbiy vazirlar oldinroq bilamiz chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Ya'ni vaziyat yaxshi emas o'zim ichkarida ham. Ular hozir mana shu urushlar bilan tinchitib kelyapti. Xo'p, urushlar tugab qolsa, gaplashadigan payt kelib qoladi-ku. Ana shu paytdan ular o'zini olib qochyapti. Shu yerda masala yo'q va bu hozir aytilgan fikrlarda anchagina asos bor. Agar Eron ham urush to'xtatsa, hamma to'xtatsa, endi tinchlik bo'lib qolsa, endi keling, endi vaziyat tushuntiring deb. Hozir misol uchun tergovga Netanyahu ham tortib bo'lmayapti-da. Urush paytida u boshqa narsalar bilan ovora bo'lgan paytda tortib bo'lmaydi. Endi mana urush tugadi, endi keling endi gaplashamiz deb qolishi mumkin-da.
Mana shu tarafi endi ko'pchilikni o'ylantiryapti. Netanyahu yana nima o'ylab topish mumkin? Nima Lekin o'ylab boya topish siz aytib o'tganingizdek, bugun qiyin juda ham, chunki tashlanishi mumkin bo'lgan mamlakatlarga Endi Misrga tashlanolmaydi Endi masalan. Iordaniyaga mumkin emas. Iordaniyaga mumkin Saudiyaga emas. mumkin emas. AQSh uni o'zi unaqa qilib Endi turibdi. juda uyat bo'lib ketardi agar Iordaniya Saudiyaga. Suriyada ham sabab qolmadi. Sabab qolmadi. Ali Bitta Suriya yopishi osmoniga mumkin tushirishdi. bo'lgan narsa, ming afsuski, yana G'azo, Yana G'azo. kuchsiz G'azo, yana g'azoliklar boshiga ming Va afsuski. g'arbiy sohil. Shu tashlanishi mumkin, lekin u endi u boshlab qo'ygan katta urushlar oldida hech narsa emas. Ya'ni bu yerda qirg'in qilib bo'lgan. Endi bo'ldi endi. Aynan G'azo bo'yicha ham o'zi Yevropaning pozitsiyasi qattiq o'zgarib turgan edi. Farg'otik Hamma Nyu-Yorkdagi konferensiyani kutdi, konferensiya oldida mana bu narsalarni qilib qo'yishdi-da. ya'ni G'azo bo'yicha ham fikrlarni o'zgartirdi. Ha, bu konferensiya imijimida o'tib ketishi uchun qilindi, lekin bugun yana bu masala ko'tariladi. Ko'tarish mumkin.